Onasini emsin. Ko'rdingmi ukam? Yomon turibdi, aka, rasm qilaverasiz. Bo'ldi, hozir qaytamiz. Bunacha ko'rmasanglar bo'lmaydi. Uni qaranglar, asal bo'lib turibdi-shuni. Nomerlari ham BMW ekan, ha? Aka, kapotini qarang, kapot ham karbon. Emblemasi ham karbon ekan. Lekin BMWni haqiqatan jinnisi ekan bor-ku. Ukam zavod bo'lib turibdi-yu, amcha egasi mashitadi. Top kelaman, chaqirib. BMW muxlislari bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Hozir shu BMWni sizlarga obzor qilib beramiz. Take it to the top and that's the truth hurts. Oh yeah, if you broke but you still pimpin', drink this smoking and say, oh yeah. Tanishinglar, BMW M8 Competition Coupe Cabriolet bo'ladi. Okalar, bu M8 dan O'zbekistonda 5 ta dona ekan, lekin bunaqa tuning qilinganligi bo'lsa, bitta dona. Bu maxluqda 640 talik ot kuchli motor turibdi okalar. 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 3.1 sekundda chiqarganda. Oldi kapotini ko'rasam, Ponsi karbon fiber bo'ladi. Даже ponni mashinani body kitlari ham karbon fiber qilingan. Diskalari R21 duh komponentli bo'ladi. Даже diskani nakladkalari ham karbon fiberdan. Buni salonni oppoqligini qarasanglar-chi, mana shunaqa issiq kunda kabriolet qilib yurishga nima yetsa, lekincha bu salonga Muze Mojito Fresh achaka bo'lsa, ishoninglar, boshqacha ketadi-yu. Voh, okalar, buni muz degan ichsanglar-chi, qanaqadir otamni tetilashtirib orar ekan. Buni o'zi eng fishka joyi kabrioletligida bo'ladi. Bitta kabriolet qilib ko'chani aylansanglar, ishoninglar, qaramaydigan odamni o'zi ham qarab oladi. Okalar, hammamizga shunaqalardan nasib qilsin. Niyat qilgan bo'lsangiz o'sha gap. Bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh Allohga oson shunaqalardan olamiz. Gaplashamiz, aka.